Shu 200 ming so'm pul sizniki bo'lib qolishi mumkin. Faqatgina shu ko'rib turgan videolaringga hoziroq bittadan like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, 31 dekabrgacha hozir ko'rsatib o'tadigan kartlarimizni kelib bizdan xarid qiladigan bo'lsalaring, narxini eng arzon, sutekin narxlarda kelishamiz. Kelishilgan narxdan tashqari 200 ming so'm sizlar uchun bonus sifatida qo'shib beramiz. Hozirgi videolarimizda biz 3 foizli kartlarimiz haqida tanishtirib, gaplashib o'tib ketamiz. To'liq ma'lumotlar bilan, narxlari bilan yoritib beramiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, qiziqarli ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Shunaqangi karcher apparat qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Bizda 3 xil variantdagi 3 foizli karcher apparatlarimizdan do'konimizga yetib kelgan. Birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan karcherimiz ko'pchilik bilishadi, tushuntirishni ham keragi yo'q. Ishlatganlar sifatini ham, ishlashini ham, holatini ham juda ham yaxshi bilishadi. Ko'rib turgan karcherlaring Omax brendiga tegishli 380 voltga ishlaydigan karcher apparatlarimiz. O'ziga davlinasi 600 yozilgan, lekin 600 emas, bu 7,5 kilovatli modeli. Buni ikki xil modeli bor, 5,5 lik modeli bor, hamda 7,5 lik modeli bor. Bu 7,5 lik modeli Italiya pompa variantidan keladi. Italiya pompa variantidan bo'ladi. Komplektda o'zini pistoletlari 12 metr original shlankalari komplekt holatda qo'shib beriladi. O'zining dokumentlari ham yo'g'on komplekt qilib qo'shib beriladi. Ko'rishlaringiz mumkin. 250 barli Omax brendidan. 6 oydan 1 yilgacha bu karcher apparatlarimizga garantiyalari bilan qilib beramiz akalar. Katta mo'ykalar uchun, katta mashinalar uchun juda ham qo'l keladigan karcherimiz. Narxlarini $1050 obunachilarimiz chiqib beramiz. 7,5 kilovatli modelini e'tibor berishlaringiz mumkin. Xo'p, shlankalari ham original trosli shlanka bo'ladi. Buni 5,5 lik modeli ham ertaga yetib keladi. Ularga ham videolarni qo'yib beramiz. Endi ukam, bu Omax karching ham yaxshi, narxi qimmatroq ekan. Napor shu bilan bir xil bersa-yu, narxi arzon bo'lsa degan akalarimizga. Xo'p, Guonjo karchilarimiz, bu karchilarimizni ko'pchilik ishlatib ko'rishmagan. Bunga nisbatan sifatlari juda ham zo'r, mo'shni holatda chiqadi hamda garantiyalari bilan beramiz. Naporlari kerak bo'lsa bundan ortiqcha uradiki, lekin kam urmaydi bu karcherimizda. Narxi ham arzon. Balonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Pompa qismlari maslinli, yog'li pompadan. Zapchast tomonlama ham Omax nisbatan bu karchilarning zapchasi ham ko'p hamda arzon holatda chiqadi. Buni o'zini filtrlari, so'ruvchi shlangalari akalar 12 metr original shlankalar 10 metrli modelda bo'ladi. Bu 7,5 kilovatli modelimiz. Komplektda 4 xildan nasatkalari bor. Keyin akalar pistoletning uchiga pena bachokcha nasatkalar almashtirib turib ham bemalol foydalanib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Pompa qismini davleniya legirovkalarigacha o'ziga qo'yilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Sifatlari juda ham zo'r. Narxi $850, 7,5 kilovatli modelimiz, motori misli original variantda bo'ladi. Endi xuddi shu karcherimizni motori 5,5 kilovatli modeli bor. Oldida turgan modelimiz 5,5 kilovatli modeli bo'ladi. Bular 200 davlinagacha bemalol naporda urib beradi. Bular 350-300 davlinagacha bemalol naporda urib bera oladi. Bular 200 davlinagacha mo'ljallangan. Buni ham o'zida akalar shlankalari hamda so'ruvchi shlankalari, pistoletlari komplekt holatda chiqadi. Pompasining yog'ini bir oyda bir marta vaqti kelganda almashtirib turasizlar. Ishlashi juda ham moshni holatda ishlab bera oladi. Narxi $750, dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor akalar. Pistoletlariga bitta ahamiyat berasizlar. Xohlasanglar kalta pistolet, xohlasanglar uzun pistolet qilib bemalol ishlatsanglar ham bo'laveradi. Joylarini qo'zg'atishlash uchun o'zida balonlarigacha qo'yilgan. Videoni boshida aytganimda, aksiyaga tushgan 31 dekabrgacha kelib xarid qiladigan bo'lsangiz 200 ming so'mlik bonus aksiyamizda ishtirok etasizlar. Hamda 200 ming so'm pul yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishlar mumkin. Shunaqangi karcher apparat qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni sizlar chiroq narxlarda qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risida.